Savdolashish sunnat, tushirish sunnat emas. Akalar, savdolashish sunnat. Yaxshilab e'tibor qilaylik. Savdolashish sunnat, tushirish sunnat emas. Bizda sunnat deb turib bid'at qilayotganlar bor. Qanaqa bo'ladi? Tushirishni sunnat deb o'ylab qolgan. Shu savdogarning oldiga turib, ijiklanib, boshini qotirib bir 10 minut boshini og'darib, ora-orada sunnatda bu. Qanaqa sunnat bu? Bid'at qilyapsan hozir. Savdolash nima degani? Kelasan, savdolashsan, bersa ber, bermasa aytgan narxga olib ketaversan, shu savdo. Kelib indamasdan olib ketavermaysan-da, sal tushib berasizmi? Falonchaga berasizmi? Bersa ber, bermasa yo'q, iloji yo'q, to'g'ri kelmaydi. Bu savdosi olib ket. Mana shu sunnat. Bizdagi ba'zi bir birodarlarimiz, Alloh isloh qilsin hammamizni, tushish sunnat degan ko'yingizni aynitib shunaqami? Shunaqa savdo qiladi u. Bozordagi akalar qo'lini siqib, tortib savdo qilishni qayerdan olgansizlar? Men shunga tushunmayman. Qayerdan chiqqan shu narsa? Mumkin emas bunaqa savdo. Payg'ambarimiz davrida bo'lmagan bunaqa savdo.